Hojijonalar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yoqimli ishtaha. Yaxshimi ovqatlarimiz yoqdimi? Juda ham ajoyib ekan. Aha, fikrlaringiz. Sanatoriyada kelganimizdan mana chiroyimiz chaq, vaqtimiz xo'sh, yaxshi dam olyapmiz, yaxshi davolanyapmiz. Ish qilib minnatdormiz prezidentimizdan shunday yerlarni barpo qilib qo'ygani uchun. Juda yaxshi. Xursandsilar. Xursandmiz. Hojona sizchi? Yaxshimi yoqyapti? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshidimi, yaxshigina kelgandan bana hamma narsa muhayyo. Prezidentimizga ming rahmat. Shunday sharoitlarni yaratib qo'yibdi. Bizlar uchun rahmat. Hamma narsa, medsestralar, doktorlar ham hammasi muomalalari yaxshi olib boryapmiz. Rahmat hammasiga. Yaxshi dam olinglar. Salomat bo'linglar. Tog'amlardan fikrlarini olamiz. Assalomu alaykum. Amakilar, yoqimli ishtaha. Qalaysizlar, yaxshimisizlar? Qalay, shikoyatlar bo'lmayaptimi? Ovqatlarimiz yaxshimi? Yo, rahmat, yaxshi hammasi zo'r. To'yapsizlarmi? Ha, bemalol. Juda yaxshi. Amaki, sizgachi fikrlaringiz? Mikrofonni oling. Yaxshi, rahmat. Hammasi yaxshi, Xudoga shukr. Ovqatlari yaxshi, licheniyalari, massaj, hamma narsasi zo'r. Yaxshi. Ulguryapsiz lichinelarga hammasiga. Hammasiga ulguryapmiz, uspet qilyapmiz. Juda yaxshi. Ovqatlarimiz haqida fikrlaringiz, tog'a? Yaxshimi? Endi bugun kelganmiz. Ha, Hali bugun birinchi keldim. ovqat yeyapmiz. Aha. Ertadan sizga javobini aytamiz. Lekin yaxshi. Juda Xudo mazali. xolasa yoqadigan umiddamiz. Rahmat. Yaxshi dam olinglar.